Assalomu alaykum hammaga. Bugun 18-iyun 2025-yil. Mana ko'chatxonamizda ko'chatlar tayyor bo'lmoqda. Oz kunlarda Xudo xolasa ekishga tayyor bo'ladi. Bu yerda mana Murano navli qulpinay ko'chatimiz. Bir narsani eslatib o'tay, bizdagi hamma qulpinay navlari italyanskiy sortlari. Bular Murano navli qulpinay ko'chatlarimiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Bulari Chorniy Prins navli bunday ko'chatlar. Bulari mana Aziya yangi ekilgan bulari. Bu tomoni ham Aziya yangi ekilgan. Bu yoqda Cabrilla navli qulpinay ko'chatlarimiz mana. Endi hop, bu tomoni ham Aziya. Mana shu ikki qator birinchi ekilgan. Bular 5-iyun sanasida ekilgan. Bugun 18, hop 13 kunlik holati mana ko'rishimiz mumkin. 13 kunlik holatida mana bittadan barg qo'yib ekilgan. Mana shu mana o'zi ajrab turibdi eski bargi. Bu bilan mana o'zi yangi chiqargan bargi. Bunday ham mana ko'rishimiz mumkin. Mana o'zi eski bargi ajrab turibdi. Bu bilan mana yangi chiqargan barglari. Ildiz holatini ko'rishimiz mumkin. 13 kunlik bu, 13 kunlik bo'ldi. 18-iyun sanasida 13 kunlik bo'ldi. Mana holati. Mana oralaridan ham ko'rishimiz mumkin. Bunda ham shunday holat. Hozir ildizini olib ko'raylikchi. Buni qulaylik tomoni ekishga ham qulay. Bu etak teshigidan ham chiqib ketibdi ildizi mana. Ancha o'rab ekishga tayyor bo'lmoqda. Yana oz kunlarda eksa bo'laveradi. Buyurtmalar qabul qilamiz. Ishonchli, hosildorligi yuqori bo'lgan qulpinay ko'chatlariga 93li 673 24 24 95li 073 24 24. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Fayzobod mahallasi. Bular endi yangi ekilgan.